Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar, Moskva shahridan primoy reyslarimiz amalga oshiryapti. Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz aka? Surxondaryodan. Surxondaryodan. Dokumentinglarga pul olinmadimi akalar? Yo'q. Yo'lda rasxodinglar bo'ladi, voditelga berasizlar, polni o'zi chiroyli qilib olib ketadi. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi aka? Tavsiya qilaman, keling. Mana keldingiz, O'zbekistonning yangi avtobusi ekanmi? Yaxshi yetib oldilar aka. Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz aka? Andijondanman aka. Andijondansiz. Mana vodiylik yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi aka? Bugun keldinglarmi? Bugunning o'zida ketyapsizlar, mana ko'ryapsizlar, 2 tadan 3 tadan reyslar amalga oshiryapti. Qolgan yurtdoshlarimizga ham tavsiya qilasizmi? Qolganlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi yetib oldilar aka. Tanlovda. Assalomu alaykum. Mana ayol kishilar ham bemalol ketsa bo'lar ekan aka. Opa? Bo'ladi. Mana xotirjam mana yurtdoshlarimiz ko'p so'raydi, ayol kishilar ham ketadimi avtobusda deydi. Oyoqlar yengil mashinadan ko'ra avtobus qulaymi? Albatta. Nimasi bilan qulay? Erkin o'tirib ketasiz. Yengil. Bemalol. 3 ta voditel granitsada ham o'chirga turmaysiz. 2,5 kunda Primoy Toshkent Sobrahimov avtovokzaliga kirib borasiz. Aziz yurtdoshlar, tanlovda adashmanglar, biz sizlarga tavsiya qilamiz, xuddi shunday reyslarda jo'nab borishni. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yo'qdimi avtobusimiz? Yaxshi yetib oldilar aziz yurtdoshlar.